uyga ega bo'libdi, opa singillar degan mish-mishlar yomon ta'sir qildi. Bir Halima xolamdan qolib ketgan narsa odamlarga qiziqdi. Hali ham shu anaqa mavzular bo'ladi. Xudodan qo'rqamiz unaqa. Uydan haydab yorib, yo erini xor qilib qo'yib, Xudoga shukr, shu qo'lida bolalarim bilan yashab yuribman. Ko'chada men Halima opa bo'lsam, ishdan kirib kelganimdan keyin men Halima xolaman. Halima kelayman. Judayam haqiqiy ayol manu. Haqiqiy ayol женственный deydi. Shunaqa bo'lib ketdi. Ko'chaga chiqib erkak bo'ldi, uyga kirib ayol bo'ldi dedi. O'sha yerda tamom bo'ldimda. Merosxo'rlarni uy-joyiga egalik qiladigan darajada emasmiz, Xudo asrasin. Bolalariga o'sha o'zi meros bo'lib qolgan bolalarim. O'sha yerda bolalar o'ynab turib yursa, duo qilib shularni Alloh baxtini so'rab o'tiramiz. Boshqa hech narsa kerak emas. Hali rahmatli o'tib, hali jasadi uyga ham, go'rga kirish yotirsa uyga ham kelmasdan turib, haliga keyin hoji badalli ham nasib qildi-da. Bir keldi, bir ketdi-da, Xudo rahmat qilsin.